Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Gamer Yukes. Obunachilar, bugungi videomizda nima qilamiz? Bugungi videomizda Roblox akkauntim chopilib ketgan akkauntimizni qaytarib olishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga ikkita ilova kerak bo'ladi. Bittasi Roblox bilan Gmail. Birinchi Robloxga kira olamiz. Kirdik, mana akkauntimiz chopilib ketgan deylikda, mana parol terdik, mana masalan terdik, mana 50 ta akkauntim bor. Obunachilar aybga bermasa mana hammasi. Mana biz yozdik, masalan akkauntimiz parolni yozdik. Yozdik. Qo'ydik, xato dedi masalan. Bunday deydi hammada. Shunaqa yozib chiqadi. Keyin bunaqa oynaga kirgizib yuboradi o'zi. Parol to'g'ri tergan bo'lsa ekan. Bunaqa oynaga kirgizadi biz. Endi nima qilamiz? Robloxga qo'ygan akkauntimizni nomini kiritamiz. Gmailni kiritamiz. Mana men bunaqa kiritganman. Mana shuni kiritganman. Sizlar ham qo'ygan Gmaillarni kiritasiz. Ya'ni meni Gmailimni kiritib qo'ymanglar. Kirasizlar. Ya'ni mana shu Gmail ishlaydi. Qo'ygan Gmailim mana shunday deydi. Keyin chiqarib yuboradi-da. Mana o'yini mana qarang. Mana o'stiribman mana. Mana kirdik mana. Mana get on team code deydi. Keyin o'sha boyagi kiritgan Gmailimizni kiritamiz yana. Mana chiqdi. Kiritamiz. Keyin contentini bosamiz. Keyin bizga nima qiladi? Vaqt talab qiladi. Ana endi esa chiqamiz bu yerdan chiqamiz. Keyin Gmailga kiramiz. Gmailga kirganimizda o'sha yerda kod kelgan bo'lishi kerak. Mana keldi. Mana qaranglar. Sizlarda ham xuddi bunaqa reset password deydi. Sizlar o'shanga kirasizlar. Chopilib ketgan mana Google'ga kirasizlar. Mana kirdinglar-da deylik. Kirdinglar. Bitta gap aytaymi? Obunachilar, shoshilishga hech ham hojat mana. Qo'ygan akkauntlar. Obunachilar, sizlarga bitta gap. Qo'yganinglardan keyin saqlashni unutmanglar. Agar parolni terib joyida chiqadigan bo'lsanglar, yana qaytib bank yegan holiga qaytarib qo'yadi. Masalan, men mana shuncha akkauntim bor, boyagi akkauntni kirdik mana. Kirdik. Keyin parol terdik obunachilar. Parol terganimizdan keyin oxirigacha kutamiz. Oxirigacha videoni tomosha qilib. Kirdik-ku, mana parolni teramiz mana masalan. Mana obunachilar, parolni kiritdik. Yangi parol bizda. Keyin bosamiz propustni. Keyin obunachilar chiqib ketishdan shoshilmang. Saqlashni bosamiz mana. Nomi mana bosdik. Yangilanishni bosamiz. Endi o'zbekcha mana. Saqlandi akkauntimiz. Endi esa chiqamiz. Mana endi Robloxga kiramiz boshdan. Robloxga kirganimizdan keyin mana endi akkauntimizga kirgizadi. Hozir qaranglar. Ko'rdikda mana hozir 50 ta akkauntim bor yana. Qo'yib tashlaganman. Obunachilar, parolni kiritdik. Endi qo'ygan parolimizni shunday kiritamiz. Yopilib bo'ldi-ku. Mana yangilangan parolni kiritamiz. Qaysiga edi? Ismini chiqib qoldi. Hoppa. Obunachilar, akkauntimizga kirdik mana. Sizlar ham shunday qilsanglar, faqat men hozir ozgina xato. Obunachilar, mana akkauntimizga kirdik. Endi nima qilamiz? Keyin mana akkaunt faqat sizlar boshdan qilasizlar. Men o'rgatganim endi ozgina xatolik bo'ldi. Nima qilasizlar? Endi qilamiz. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Bu sizlar uchun qiyin emas. Agar keyingi yilni oyni maktabda oxirida 3500 bo'lsa, men yangi video chiqaraman. Bu video qanaqa bo'ladi? Bu video
free file tekin almas olish Telegram kanalidan olaman. Sizlar menga yozsanglar, o'zim sizlarga zo'r narsa chiqarib beraman. Havola tashiyman. Shu havolada o'tib obuna bo'lib o'tsanglar, almas beradi sizlarga.